Assalamu alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala bizden keskin qilishimizni talab qilgan har qanday ish farz bo'ladi. Farz ikki turlik bo'ladi. Shaxsiy farz va kollektiv farz. Shaxsiy farz deganimiz namoz, zakot o'qish har bir shaxs o'zi ado qilish kerak. Kollektiv farz deganimiz bir millatga umumyuzli qilingan farz bo'lib, shu millatning ichidan ma'lum shirkat bo'lamdi, ma'lum guruh bo'lamdi, ma'lum tashkilot bo'lamdi yoki ma'lum shaxslar bo'lamdi. Shular qilsa butun millat bu farzni ado qilgan bo'ldi. Agar millatning ichidan buni hech kim qilmasa, butun millat farzni tark etganlik gunohini o'tkazgan bo'ldi. Masalan, bu kollektiv farz degan nima? Bir millatning mavjudligi uchun zarur bo'lgan har bir omil farz, kollektiv farz bo'ldi. Mesela siyaset, iktisat, sanaat, sahiye, texnika, yezigilik ishlab chiqarish, ko'lamlashgan zavodlarni qurish degandek mushu qatorli ishlarning hammasi farz qarindoshlarimiz. Shaxsiy farz shariatning shaxsni isloh qilish va takomillashtirishdagi quroli. Kollektiv farz shariatning bir millatni isloh qilish va shu millatni taraqqiy qildirishdagi quroli. Biz tarix qarab boqadigan bo'lsak, mushu kollektiv farzga ahamiyat bergan vaqtlarimizda aziz, obro'yliq, shon sharaflik yashagan. Ammo mush kollektiv farzni tark etgan vaqtlarimizda biz xor, zabun, vayrona bo'lib yashagan. Tarix buningga eng yaxshi guvoh. Bizning dangliq olimlarimizdan Muhammad G'azali shundoq deydi. Bir millatning kelajagiga munosabatlik texnika, sanoat, taraqqiyot, siyosat qatorliq, iqtisod qatorliq muhim ishlarga ko'ngil bilmay, Xoni Kabaga esilib 24 soat ibodat qilgan kishiningki ibodati maqbul bo'lmaydi. Bir zavodni sog'anlik masjid sog'anlik bilan o'xshash deydi qarindoshlarimiz. Biz shaxsiy farzni ado qilmagan, zakot bermagan, namoz o'qimagan odamni voy bu fosiq, cho'ng gunoh kabir qildi deymiz. Ammo mush kollektiv farz, mushu sanoat, iqtisod, taraqqiyot mushuni qilmagan bir millat ham fosiq millat bo'ladi, ham ig'ir gunohkor bo'ladi. Millat bunga tövbe qilishi va darhol mush sohanimi ash namoz o'qish farz deyish kerak. Tek ba'zi olimlarimiz İmam Juvayni, İmam Shotibiy qatorliq dangliq olimlarimiz bu kollektiv farz shaxsiy farzdan muhim, shunchaki bu kollektivning mavjudligi munosabatli ish. Shaxsiy farz degan bir shaxs munosabatli ish degan. To'g'ri, shaxsiy farz bak muhim qarindoshlar. Ammo mayli shaxsiy farz olsun, kollektiv farz olsun, ajr savobmi o'xshash, tark etsa gunohimi o'xshash qarindoshlarimiz.